Qizlarim mendan xafa bo'lmasin mana. Heavy challenge. Qaysi farzandingiz aqlli? Qaysi farzandingiz aytganini qilmaydigan? Razan duruje projem olib, xamir basharasida quvontirlik o'shani. Qaysi farzandingiz ko'p uxlaydi? Bu hammasi lobaratan. Qaysi farzandingiz dangasa? Qaysi farzandingiz ko'p gap qaytaradi? Yo, mashi. Qaysi farzandingizni qo'li shirin? Unaqasi yo'q-ku. Qo'li shirinmi? Mayli, men bu bo'ladi. Qaysi farzandingiz betga chopar? Betga chopar. Ha. Mana shu ikkitasi baravar chopgan payti ham bo'lgan. Qaysi farzandingiz chiroyli? Chiroyli. Ya mayli, bir-biringizdan kam bo'lmanglar, uchalavinglar bo'la qolinglar. Qaysi farzandingiz telefon ko'p o'ynaydi? Bu 2 martalab o'ynaydi. Qaysi farzandingiz aldoqchi? Mashallohchi. Masha. Qaysi farzandingiz yig'loqi? Yig'loqi. Yo, uchaloq ham yig'loq emas. Qaysi farzandingiz erkatoy? Erkatoy. Mana shu erkatoy bo'la qolsin. Qaysi farzandingiz o'zini yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radigan ma'lum. Qaysi farzandingiz ko'p bo'yanadi? Mana bo'yansa. Qaysi farzandingiz ko'p pul ishlatadi? Pul ishlatadiganmanmi? Qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'rasiz, uchalovini ham bir xil ko'raman. Voy, laga Qizlarim mendan xafa bo'lmasin mana.